Voy haroma bitta gandon efirda sikishibdimi? Ha, harom ko'rdingmi? Voy onangni sikki. Voy haromi. Voy gandon. Blok qilmaganini qara. Blok ham qilmabdi, TikTokga jalab. Blok ham qilmabdi. Ammo ochib nagli bor-ku. Yo oyoqlarini tiqibdi, onangni sikki. Yo'q, voyman. Voy sikki. Nimaga blok qilmagan bo'lsa-uni? Gostida o'tirgan uchundir, bilmayman. Gostida ham shunday qo'ttaqda ko'rsatsa blok qilib o'rash kerak lekin. Lekin omorda ko'rmagandirda uni o'shancha 18%. Pol hamma yog'i ko'ringan. Pol yalang'och bilan jalab sikishib yotibdi efirda jalab, Efirda jalab sikishib. Ha? Az. Kim? Odamlar Rembo'mi deyapti, u emas deyapman boshqa. Rembo bas, bitta jalab bizani gapirib chiqayotgan bor edi-ku, bitta oyog'i yo'q, bir oyog'i yo'q, cho'loq odam bor edi. Kim edi shuni oti? Bizani gapirib chiqaydi, video qo'yib yuraydi, bizani gapirib. Bizani tema qilib yuraydi, sizlar unday harom ish qilasizlar, sizlar harom. Kim? Jimmy. Ana shu Jimmimi, men degani bilan qo'yib qildim jalab. Bizga panetga berib yuraydi, gandon. Talg'at, спасибо. Rебята, Roza. Ana ko'rdinglarmi, o'zbek qizlarini yechintiryapti. Sardor shartdan o'ynab qizlarni turshigini kallasiga kiydiryapti deb, onangizki o'zi bir qizni olib chiqib olib, yalang'och qilib oyog'ini tiqib, o'zi bir oyog'i bor, bir oyog'i yo'q. O'zi bitta oyog'ini qizni amiga tiqib o'ynabdi efirda. Yo, onangizki voy haromi. Onangni butun vujudi barkamolim bilan sizga haromi bilan. Roza ko'takan voy harom ekan. Roza ko'takan harom. Telegram kanalimga qo'yaman, ko'rasizlarmi? Tashlaymi Telegram kanalimga, ko'rasizlarmi? Videosini tashlaymi? Ko'rasizlarmi? Telegram kanalimga qo'yaymi? Voy jalla. Amigasiga am qilib yoribdi, akalar, am qilib yoribdi, ishoninglar. Blok qilmaganiga qo'yib qildim TikTokda. TikTokni qarab, blok qilmaganiga qo'yib qildim TikTokda. Blok qilmaganini qara, uni biladi. Telegram kanalimga tashlab qo'yman efirdan keyin. Mana videosi bor, rost ekan. Yolg'on aytganim yo'q, ko'rdim o'zim.